Hammaga salom. Navruz, Hayit bayrami bilan kuzatuvchilarimni chin qalbimdan tabriklayman. Biz hozir oilaviy biz o'zimiz yoqtirgan joyga safarga ketyapmiz, ya'ni hayvonot bog'iga. O'shanga mana tez bo'yanib, luklarimni qilib oldim. Men syomkalarimdan, tadbirlardan tashqari shunaqa uslubda kiyinishni yaxshi ko'raman, chunki shu uslubda o'zimni juda ham qulay his qilaman. Senim bilan men yoshligimizdan parkka, kacheli uchishlarga borishdan ko'ra adamga doim zooparkka olib boring, hayvonlarga olib boring derdik. Toba, tabiatga shunaqa qiziqqan ekanmiz. Shu eslaymanki 2-3 sinfdan zooparkka borishni boshlaganmiz. Ishoninglar, zoopark shu yoshligimizdan hozirgi paytgacha nech marta o'zgargan bo'lsa, hammasiga guvoh bo'lib azi bilan ko'rganmiz. Men shu zooparkka kelsam, o'zimni juda ham xotirjam his qilaman. Chunki yoshligimni eslayman. Xotiralar baribir insonni kayfiyatini mutlaqo boshqa tarafga o'zgartirib yuboradi. Bizning o'zi shunaqa odatimiz bor. Oilaviy bir oyda hech bo'lmaganda kamida 2-3 marta qaytgadir borishimiz kerak. Aynan o'sha paytda men o'zimga energiyamni qaytadan yig'ib tiklab olaman. Chunki baribir syomkalarda ishimiz bilan juda ham charchab energiyamiz ketib qoladi. Lekin oilam meni energiyamni 100 emas, 1000% ga qaytarib berishadi.